Ha, toychog'im, aylanib o'zimga yetib keldim. Bilasizlar, Sunnat akam bilan Avtobox motorli atseklari bilan va hadow sistemalarini ideal darajada yig'ib berishdi. Navbat Ximchisiga yetib keldi. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She's on my eyes, she know I'm wrong. I see some things that you might feel. I'm doing the show, I'll be back soon. That ain't what she wanted. Ikkala holatini eslab qolinglar, bitgandan keyin umuman boshqa emas bo'ladi. Mashinamiz почти tayyor bo'lib qoldi. Ichini ko'rsatardim, sizlarga surpriz bo'lsin. Shuning uchun bittadan ozgincha qoldi, lekin bu darajaga yetguncha kechqurun demasdan bolalar baraka topsa, so'qishi eshitib ishladi. Olib 2-3 har kuni shunaqa ahvol. Lekin arziydigan darajada xudo xolasa juda ham zo'r chiqyapti. Biz ham davom etamiz. Tez kunda bu davlatimizni shahar ko'chalarida o'zingizni bitta ko'rasizlar va baho berasiz.